$8800 ga Tracker 1 avtomobilini topsa bo'ladimi? Bozordan aniq topolmaysizlar, internetdan ham aniq topolmaysizlar. Avtoolam o'z kanalida topasizlar. Portoli Tracker 1 avtomobili 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobkaga avtomat korobka qo'yilgan. Zavodskoy, hech qanaqa muammosiz. Bosib o'tgan masofasi probegi 96200. Mana shu oxirgi ikkita raqamni birinchi bo'lib kommentariyada to'g'ri yozgan obunachimizga bizdan bonus sifatida 20 litr AI92 markali benzin yoki o'sha benzinni pulini kartasiga tashab beramiz. Mashinaning abiga keladigan bo'lsak, 3 ta eshigi, 2 ta krilosi sepilgan, suyaklari, stoykalari hamma joyi but-butun. Xohlagan ustunlarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Texnik tomonlama hamma joyi idealniy, hech qanaqa ishi yo'q. Motor, ходовой, korobka hammasi chotki. Narxi $8800. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.